Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli xonanda Hamdam Sobirov haqida hozirgina noxush xabarlar e'lon qilindi. Xalq duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek shou biznes olamining yorqin vakilasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli xonanda Hamdam Sobirov bugun tongda 37 yoshida xonandaning Rossiyadagi muhojirlikdan shou biznesdagi xitmerlikgacha bo'lgan muvaffaqiyat yo'li YouTube platformasida qo'shiqlari eng ko'p tinglanadigan o'zbek shou biznesining hitmekeri xonanda Hamdam Sobirov 6 yanvar kuni 37 yoshni qarshi oldi. Shu munosabat bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Ota-onam ishlarda, ammo oylab maoshini ololmasdi. Hamdam Sobirov 1989-yilning 6 yanvar kuni Navoiy viloyatida dunyoga kelgan. U bolaligini quyidagicha xotirlaydi. Bolaligim qishloqda o'tgan. Hamma bolalar singari ko'cha chang'itib katta bo'lganman. Oilada 3-farzandman. 2 opam va bitta singlim bor. Ota-onam tinimsiz mehnat qilardi, ammo ro'zg'orimiz but bo'lganini eslolmayman, chunki u paytlari ishchilarga oylab ish haqi berilmas, oladiganlari ham oydan oyga yetmasdi. Dadam ko'pincha ishda bo'lardi. Tarbiyamiz bilan asosan onam shug'ullanardi. Onamning hech qachon urib, baqirganini eslolmayman. Ayb qilsak ham erkalab tushuntirardi. Bir kuni maktabdan qaytayotganimda yuk mashinasidan tarvuz tushirayotgan ekan. Rosta yegim kelgan va yordamlashib yuborsam tarvuz berasizlarmi deb so'raganman. Ishlaganman, ammo juda kichkina tarvuz berishgan. Xursand bo'lib uyga ketayotganimda qo'limdan tushirib yuborganman va tarvuz yorilib ketgan. Hafsalam pir bo'lib uyga qaytganman va onamga pul bering, tarvuz olib kelaylik deganman. Onamning ham puli yo'q ekanmi, bir nechta tanga bergan. Kichkina tarvuz olib kelib yeb o'tirsak, tog'am katta tarvuz ko'tarib kirib kelgan. Rossa xursand bo'lganmiz. Bolalik deganda ana shu voqealar ko'z oldimdan o'tadi, deydi Hamdam Sobirov. Moddiy ahvolingizga qarab baho qo'yardi. Xonanda ustozlardan ranjigani va oilaviy sharoitiga qarab o'quvchini ajratish yaxshi emasligida haqida gapirdi. Afsuski, shunday voqealar bo'lardi. Ayrim o'qituvchilar o'quvchining oilasidagi moddiy ahvoliga qarab baho qo'yardi. Menda ham shunday voqea bo'lgan. Bir ustozim ko'p kamsitardi va eng past bahoni qo'yardi. Bir gal hatto bir ham qo'ygan. Onam majlisga borganda shu haqida aytgan. Onam meni urishmagan, aksincha, demak bolam boshqalardan ajralib turarkan. Hatto 2 emas, bir baho qo'yibsiz degan, deydi xonanda. Rossiyada ishlab yurganman, umuman pul jo'natolmaganman. Xonanda oilasidagi moddiy qiyinchiliklar sabab Rossiyaga ishlagani ketgani haqida so'zlab berdi. Rossiyaga ishlashga ketganimda kollejning 1-kursini tamomlagandim. O'qituvchilar bilan gaplashib, pulini berib 2-kursni umuman o'qimaganman. Ishlashga ketishimning asosiy sababi pul bo'lgan. Oilamiz ancha qiynalib qolgani uchun ketishga majbur bo'lganman. O'sha payt oyiga 200 AQSh dollari olishim haqida aytishgandi. Boshida pulning bir qismini berishgan, ammo keyin berishmagan. Uyga umuman pul jo'natmaganman. Arang 1 yil u 2 oy deganda O'zbekistonga qaytib kelganman. Men ham ko'pchilik qatori Rossiyada qurilishda ishlaganman. Yosh bo'lganim uchunmi qiyinchilik uncha sezilmagan. Men binolarning sim kartkalarini to'qirdim. Ish paytida qo'shiq aytib o'tirsam, yonimdagilar xonanda bo'lasanmi? Nega bu yerlarda yuribsan deb ko'p so'rashardi. Xonanda bo'lishni orzu qilardim, ammo oilamdagi sharoitni bilganim uchun ham u yerdan ketolmasdim, deydi Hamdam Sobirov. Toshkentda 17 yil ijara uyda yashadim. Xonanda O'zbekistonga qaytib o'qishga kirish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rgani va shartnoma asosida o'qishga qabul qilingani haqida so'zlab berdi. Kollejning 2-kursini o'qiganman. Ishlab pul topolmadim. Endi yaxshilab tayyorlanib Toshkentga ketaman deb niyat qilganman.
Shuning uchun ham ilk urinishdayoq institutga shartnoma asosida qabul qilinganman. Bir tomondan o'qishga kirganimdan xursandman, boshqa tomondan esa shartnoma pulini qanday to'lash haqida o'ylaganmiz, chunki buncha pulni to'lash oilamizga og'irlik qilardi. Nasib qilgan ekan o'qidim, ammo o'shanda Toshkentga yashash bunchalar og'irligini bilmagandim. Pulim kamligi uchun kichik uyni bir nechta yigitlar bilan band qilardik. Fe'l-atvorli turlicha bo'lgan insonlar bilan bir uyda yashash qanchalik qiyinligini boshdan kechirganlar yaxshi biladi. Hatto istagan payt chiroqni ham yo'qolmaydigan kunlarim bo'lgan. Keyinchalik 1-2 so'm topgandan keyin o'zim uchun alohida uyni ijaraga olganman. O'ylab qarasam, Toshkentda 17 yil ijarada yashagan ekanman, deydi Hamdam Sobirov. Guruh bilan ishlashim hayotimni o'zgartirmagan. Hamdam Sobirov kursdoshlari bilan Mango guruhini tashkil qilgani haqida gapirdi. Azizxon va Farruh bilan kursdosh bo'lganmiz. Aslida Azizxonning o'zi yakkaxon ijodni boshlamoqchi bo'lgan. Unga guruh sifatida ijod qilishni taklif qilganmiz va u akalarni prodyuserlik qilishga ko'ndirgan. Avvaliga hammasi yaxshi edi, chunki biz bir-birimizni bilamiz deb o'ylardik. Onam Mangoda chiqqanimni televizorda ko'rganlar, juda xursand bo'lganlar, lekin mening Mangoda chiqishim hayotimizga hech qanday o'zgarish olib kelmagan. Iqtisodiy jihatdan oilamiz qiyin vaziyatga tushib qolganda olib chiqib ketolmaganman. Masalan, shunday vaziyatlar bo'lganki, oilamga 100 ming so'm ham topib bera olmadim, lekin o'sha payt Mango guruhida qo'shiq aytardim. Hamma taniydi. Men bilan muxlislar rasmga tushadi. Tasavvur qiling, konsertda hamma men bilan rasmga tushyapti. Menga sen zo'rsan-da, hech kimni pisand qilmaysan deyishyapti, lekin ishonasizmi? O'sha vaqtda cho'ntagimda bir tiyin pulim yo'q, qornim och edi. Tezroq borib, nimadir yeyman deyman, lekin bu vaziyatni hech kim tushunmaydi. Odam yulduz bo'lishi mumkin, lekin bu boy bo'ladi degani emas. Hamma yulduzlar ham boy emas. Bu narsani qanday baholashni bilmayman, deydi xonanda. Xonandaning guruhdan ketishiga nimalar sabab bo'lgan? Guruhning boshqa bir a'zosi Farruh Raimov Mango guruhi tarqalish sabablarini kibr, manmanlik, mashhurlik va oilaviy gap so'zlar bilan izohlagan. Ammo 2025-yilning boshida ikki eski qadrdon do'st yana yarashib oldi va duet qo'shig'ini muxlislar e'tiboriga taqdim etdi. Hamdam Sobirov Mangoni tark etgandan so'ng yangi a'zo qabul qilindi va bir muddat ijodni davom ettirishdi, ammo natijalar kutilganidek bo'lmadi. Hamdam Sobirov esa juda qisqa vaqt ichida Maktabimda qo'shig'i bilan yakkaxon ijrochi sifatida tanilib ketdi. U hozir nafaqat xonanda, bastakor sifatida ham hamkasblari orasida hurmatga ega. U nafaqat yoshlarga, balki ustoz san'atkorlarga ham qo'shiq yozadi. 2 karra yilning eng yaxshi erkak xonandasi. Hamdam Sobirov 2024-yilda O'zbek konsert ijodiy uyushmasi tomonidan yilning eng yaxshi erkak xonandasi Music Awards 2024-yilda taqdirlash marosimida ham yilning eng yaxshi erkak xonandasi mukofoti bilan taqdirlangan. Bundan tashqari, Yandex Music 24 da yil artisti sovrinini olgan. Mavsum hitlarida ham e'tirof etilib, mukofotlar bilan taqdirlangan. Hamdam Sobirovning har bir qo'shig'i YouTube tarmog'ida eng ko'p ko'rilganligi bilan ajralib turadi. Shu bois u bilan duet kuylashni istovchi xonandalar ham yetarlicha ko'p. Masalan, uning Malohat qo'shig'i va unga ishlangan klip YouTube'da 2026-yil holatiga ko'ra 322 million martadan ortiq ko'rilgan. Bu dunyo reytingida yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. 2025-yilning avgust oyida esa Hamdam Sobirovning barcha kliplari jami ko'rilgan soni 5 milliarddan oshgan. Bu O'zbek shou biznesidagi kliplar orasida yuqori ko'rsatkichlardan biri. Menga ishonch bildirib, doim duoda bo'lgan ota-onamga, oilamga, barcha do'stlarimga va muxlislarimizga o'z minnatdorligimni bildiraman. Hali ko'p hit qo'shiqlarimiz oldinda deya izoh qoldirgan xonanda Hamdam Sobirov.